Qizlar qaranglar, men sizlarga hozir ikki xil braslet uzuni farqini tushuntirib beraman. Bu kattasi, eng kattasi qizlar, ko'rasizlarmi? Toshlari ham zo'r, katta toshlar joylashgan. Bu o'shani uzugi kattasi qizlar bu ham. Ko'rasizlarmi? Juda ham chiroyli bo'lgan braslet uzugimiz. Mana misol mana shuni ko'ryapsizlarda, misol narxini hozir aytmayman. Misol buni ko'ryapsizlarda, birpas aylanib kelaman deysizlar, yoki boshqa do'konda men buni arzonroq ko'rdim-ku deysizlar. Qanaqa razmerda bo'ladi qizlar, bilasizlarmi? Mana shunaqa razmerda bo'ladi sizlar ko'rganinglar. Chunki unaqa ikkita katta braslet bilan uzuni farqi yaxshigina katta raznica o'ynaydi. Ozgina raznica o'ynamaydi qizlar, ko'ryapsizlarmi? Mana bu kichkinasi, bu kattasi, ko'ryapsizlarmi? Ob'yomlarini ham sizlarga tushuntirib o'tay. Даже hozir sizlarga uzugini ham yonma-yon qo'yib ko'rsatib beraman. Ko'rasizlarmi? Kattaligini qizlar, shuning uchun narxlarda adashib qolmanglar.